Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men tarix fanlari doktori Azimxo'ja To'qayev. Bugungi o'tiladigan mavzumiz Farg'ona Davan davlati haqida bo'ladi. Mazkur mavzuni o'tishda biz asosan 4 ta masalani rejani ko'rib chiqamiz. Birinchisi mavzuga oid manbalar haqida gaplashamiz. Ikkinchisi Davan davlatining tashkil topishi xususida suhbatlashamiz. Uchinchisi Davan Xitoy munosabatlari to'g'risida to'xtalib o'tamiz va to'rtinchisi Davan davlat boshqaruvi va madaniyat haqida sizlarga ma'lumotlar yetkazishga harakat qilamiz. Bizga ma'lumki, Davan davlati Farg'ona vodiysini asosiy qismini egallagan. Biz Farg'ona vodiysi deganda hozirgi O'zbekistonning 3 ta viloyatini tushunmasligimiz kerak. Ya'ni Farg'ona vodiysi o'z hududi bilan hozirgi O'zbekistonning 3 ta viloyat tashqari hozirgi Qirg'iziston Respublikasining demak Jalolobod, O'sh va Botken tumanlari, shuningdek Tojikiston Respublikasining Xo'jand shahri markazi bo'lgan So'g'd viloyatining asosiy qismini egallagan hudud hisoblanadi. Demak, hududiy jihatdan o'sha tog' bilan o'ralgan joy Farg'ona vodiysi hisoblanadi. Farg'ona vodiysi haqidagi dastlabki ma'lumotlarni biz asosan Xitoy manbalaridan olamiz. Chunki Farg'ona vodiysi va Xitoy o'rtasidagi hududiy yaqinlik va Xitoy sayyohlarining Markaziy Osiyoga, Turonga sayohati Farg'ona vodiysi haqidagi ma'lumotlar beradi. Bu yerda Simatsiyaning tarixiy xotira asarlari, Banguning birinchi Han surasi tarix asarlari haqidagi ma'lumotlar keladi. Davan so'zi haqida ma'lumot ketganda, Davan so'zi Xitoy manbalarida Xitoyshunos olim Abdulahad Xo'jayevning ma'lumotlariga ko'ra tog'lar orasidagi vodiylik, ya'ni tog'lar orasidagi yassi, tekislik ma'nosini beradi. Lekin Farg'ona so'zi esa ilk o'rtasi manbalarda uchraydi, xususan Sug'diy manbalarda Birg'anik so'zi bilan, atamasi bilan qo'llaniladi. Ya'ni Birg'anik so'zi Farg'ona ma'nosini berish haqida ma'lumotlar mavjud. Endi Farg'ona vodiysi haqida aytib o'tdik. Mutaxassislar bu vodiy tarixi haqida ko'plab tadqiqotlar olib borgan, arxeologik izlanishlar qilingan, ilmiy asarlar yozilgan. Xususan Matboboyev, Asqarov, Anarboyev, Qudratov, Abdulg'oziyev va Abdullayev kabi arxeolog olimlar Farg'ona vodiysida arxeologik tadqiqot olib borgan bo'lsa, Abdulahad Xo'jayev, Anarboyev kabi olimlar esa shu hudud haqidagi ma'lumotlarni demak jamlab tarixiy asarlar yozgan. Mana Abdulahad Xo'jayevning Farg'ona tarixiga oid ma'lumotlar asarida Xitoy manbalarida qadimgi ilk o'rtasilar Farg'ona haqida ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Farg'ona vodiysini arxeologik qazishmalari bu vodiyda yirik shaharlar bo'lganligini, bu shaharlar soni esa 70 taga yaqin bo'lganligini ko'rsatadi. Bu shaharlar hozirgi paytda asosiy tarmoqlar Ipak yo'li bo'ylab joylashgan. Yirik shaharlar Axsiken, Mingtepa, Marhamat deyiladi hozir. Qubo shahri, Marg'ilon shahri, Bob shahri va Qo'qon shahrini ham o'sha biroq Qo'rg'on qismlari Farg'ona vodiysining qadimiy shaharlari sifatida e'tirof etiladi. Endi 70 ta shahar degan hammasi yirik shaharlar bo'lmagan albatta. Bu shaharlarning ma'lum qismi o'z hajmiga yarasha Qo'rg'on ko'rinishida aholi soni kamroq bo'lgan, lekin o'sha shaharda hunarmandchilik, savdo rivojlangani uchun Xitoy manbalar ularni shahar deb ham e'tirof etadi. Bu shaharlarda hunarmandchilik yaxshi rivojlangan. Farg'ona vodiysi aholisi mohir dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik, uzumchilik bilan shug'ullangan. Farg'ona vodiysi uzumlari, Farg'ona vodiysining o'zi chorva mahsuloti bo'lgan otlari Xitoyda juda mashhur bo'lgan. Hatto Xitoyda Sichuan degan shaharda o'sha Farg'ona vodiysidan borgan uzumlar yetishtirilgani haqida ma'lumotlar keladi. Ayniqsa Farg'onaning samoviy otlari esa Xitoy ma'murlarini doim qiziqtirgan. Shu boisdan Farg'ona vodiysi va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarda ba'zan tinch, ba'zan keskin holatlar yuzaga kelganini kuzatishimiz mumkin. Farg'ona vodiysini aholisi haqida gap ketadigan bo'lsak, bu yerda aholi asosan turkjoy aholi yashagan. Aholisi eng qadimgi aholisi Saka-Xamovarkara, ya'ni qavma tayyorlaydigan saklar bo'lganligi haqida ma'lumotlar ham keladi. Lekin bu yerda
o'sha qadimgi saklarning, qadimgi prototurklarning avlodlari yashaganligi haqidagi ma'lumotlar ko'pchilikda. Qolaversa, janub tomondan bu hududga, demak, sharqiy Eron tilida gapiruvchi xalqlar ham Samarqand, Farg'ona vodiysi hududlariga kelib joylashgani haqida ma'lumotlar uchraydi. Farg'ona vodiysi shaharlari asosan tog' yonbag'irlariga va tepaliklariga qurilgan. Bu shahar sababi vodiyning chuqur joylashganligi, bahvo joylarni tanlash uchun imkon bergan. Bahvo joylar esa albatta tepaliklar va tog' bag'irlari hisoblangan. Farg'ona vodiysining markazi sifatida hozirgi paytda Axsikent shahri aytiladi. Axsikent shahri xarobalari Farg'ona vodiysining poytaxti bo'lgani haqida ma'lumotlar. Bundan tashqari Farg'ona hukmdorlarining yozgi qarorgohi hozirgi Kosonsoy tumanidagi Kushonlar qal'asi ham Farg'ona vodiysi hukmdorlarining yozgi qarorgohi sifatida manbalarda keltirib o'tiladi. Farg'ona vodiysining Xitoy bilan munosabatlari albatta keskin bo'lgan, doimiy ravishda bular yaxshi munosabatda bo'lmagan. Sabab xitoyliklar Farg'ona vodiyisini egallash orqali ularning o'sha boyliklariga, xususan o'sha samoviy otlariga egalik qilishga harakat qilishgan. Bu bir necha urushlardan iborat. Bu miloddan 2-asrda boshlangan urushlar to milodiy 2-3 asrga qadar davom etgani haqida ma'lumotlar bor. Lekin Xitoy Farg'ona vodiysiga xitoyliklarning bostirib kelishi qimmatga tushgan holatlar bo'lgan. Bu Farg'ona vodiysiga qan qo'shinlarining yordamga kelishi va xitoyliklarning o'sha Farg'ona vodiysiga hujumini qaytarishdan iborat bo'ladi. Ya'ni qan qo'shinlari Farg'ona vodiyisini himoya qilishda asosiy o'rin tutganligini ko'rsatadi. Ya'ni bu Markaziy Osiyo xalqlarining o'zaro bir-birini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlagani haqida ma'lumotlar beradi. Lekin xitoyliklar shunday bo'lsa-da, Farg'ona vodiysiga o'zlarining elchilarini, sayyohlarni yuborishni davom etadi va bular esa Farg'ona vodiysiga kelib o'z safarlari orqali ham Farg'ona vodiysi haqida, ham Markaziy Osiyo haqida muayyan ma'lumotlarni qo'lga kiritgan va bu ma'lumotlarni esa Xitoy imperatorlariga yetkazib borishgani aytilgan. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, Xitoy manbalarda keltirilgan barcha ma'lumotlarni ham haqiqat deb qabul qilish kerak emas, ularni tahlil qilish kerak. Ayrim ma'lumotlar xitoyliklar o'zini ustun qo'ygan joylari, o'zini madaniyatda qilib ko'rsatgan joylari bor. Albatta bu o'rinda bahsli masalalar ko'p. Shu bois ham tarixchilar, tarixshunoslar va soha mutaxassislari o'z fikrlarini doim aytib kelishgan. E'tiborlari uchun rahmat. O'tadigan mavzu shulardan iborat. Savollar bo'lsa kutib qolamiz.